sinfdoshlar ichida bizniki o'xshagan mana shunaqa uski kuruk bo'ladi-yu. Bu kurukdagilar dapadamdan yig'ilib qolmaydi-da. Hali uski kuruk esa bo'yvachchalar bitta bo'lib olganda deydi. Yo'q, bo'yvachchalar emas, uning ichida har xil odam bo'laveradi. Puli bor yo'q, qiziq emas bu uski kurukni bolalariga. Beta asosiy narsalarda ko'ngili yaqin bo'ladi-da. U bolalar o'zing o'shaga shinamanda bo'ladi. Gruppaga tochka tashlaysan bo'ldi. Undan o'tirishga qarab ketasan. Maslahat qilib olay, xotinimdan so'rab olay, uydagilardan bir maslahat qilib ko'ray, unaqa narsalar bo'lmaydi. Tushunyapsanmi? Shuning uchun ham uski kuruk yig'iladi. Lekin u kurukdan chiqish bo'lishi mumkin, lekin kirish bo'lmaydi. Masalan, 4 ta, 5 ta bola bitta bo'ladi, bo'ldi, ana shu bolalar darsh ketaveradi oxirigacha. Kimdirga qo'shilaman desa, u xarajati bor, boshqasi bor, yo'q, bir ikki marta o'tirib ketishi mumkin, dalshiga yurolmaydi u bolalar. Chunki dalshiga turib bera olmaydi-da. Bu uski kurukda yomon, uski kuruk anaqa bir bo'ylar yig'ilib olgan gruppa deydiganlar, uski kurukka kira olmayganlar. Ular gruppasi, ular yolg'iz. Shuning uchun ham uski kurukni yomon ko'radi-da ular. Uski kurugi bormi? Bo'ldi, u bolalar baxtli. Chunki o'ziga o'xshagan 4 ta 5 ta o'ziga o'xshagan yig'ib olganda, u o'zingga o'xshaganlar bilan yashash ko'proq odamga baxt beradi-da, mazza beradi. Shuning uchun ham uski kurukni qadriga yetish kerak bolalar. Aka, men ham qadrimga yetib ko'ringlar o'shaning uchun. Men ham noyob odamlar qatoriga kiraman.